Assalomu alaykum aziz qadrli kanal obunachilari, aziz yurtdoshlar, Akfalimi kanali yana o'z videolarini chiqarib borishda davom etmoqda. Bugun sizlar bilan ustonovka jarayonidan chiroyli bir video tayyorlab bermoqdamiz. Bugun Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida ustonovkamiz. Alyumin fortishkalar, alyumin eshiklar hamda plastmassa deraza romlar ustonovka bo'ldi. Bugungi ustonovkamiz sizlarga qisqacha obzorlarni tanishtirib berib o'tamiz. Birinchi, kichikroq fortishkalarimizdan boshlaymiz. Alyumin fortishkalarimiz balandligi 60 eniga 55 razmerdagi ikkita bir xil fortishkamiz yodoy gul oynasidan qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli va girtlarga finalarni qo'yib, mahkamlab qotirib berganmiz. Fortishkalarimiz ham juda ham ligrofishni yengilgina ochib yopiladi. Davom etamiz va hammomimizga bir tabaqali eshigimiz ustonovka bo'lgan 80 ga 2.15 razmerdagi eshigimiz. Ko'rishingiz mumkin. 4 tadan oshmochlarni qo'yib berganmiz. Bunga ham xuddi shunday yodoy gul oynalaridan qo'yib berilgan. Girtlarga mana finalarni mahkamlab qo'yib, hamma yerga qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Zamochlarimiz ham katta zamochlardan qo'yilgan va dublit teraskalarimiz ham ustonovka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, yonboshda T fasondagi derazamiz 1.10 ga 1.60 va 80 ga 2.40 razmerdagi eshigimiz ustonovka bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Oynalari yodoy bir qavat oynalarda qilingan. Plastmassa deraza romlarimiz Aquaplast 6000 seriya plastik romlarimiz. Xo'sh, ichlariga metallar hamma yoqqa solingan. Ikki qavat oynasida ichga dorilar solinib, germetikalar sutilgan, toza qilib artilgan terlamasi kafolat bilan qo'yib beramiz. Fasoni 5 ko'z fasonda yasalgan, ko'rishingiz mumkin. Sveti zolotoy dub svetda, oynalari ikki qavat yodoy paket oynalarida tayyorlangan va yonboshida ikki tabaqali standart eshiklarimiz joylashtirilgan. 1.10 ga 2.40 razmerdagi eshigimiz. Oynalari bir qavat yodoy paket oynalari, past qismiga o'zini zolotoy dub alikofonlaridan qo'yib berganmiz. Katta qulf kaltlardan mana ligrovkalarni qilib juda ham yengilgina bemalol ko'rishingiz mumkin sifatli mahsulotlarni joylashtirib berdik. Zakazlar bo'lsa aloqa ko'rasizlar. Mana shunday eshik romlar bo'ladigan bo'lsa Akfalimi kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar aziz do'stlar. Chunki deganda aziz obunachilarimiz uchun albatta bonuslar, chegirmalar bor. Va plus tomonlar sizlarga obunachilarimiz aziz do'stlar mana shu zakazimizni masalan o'zi ko'rganday, xuddi shunday masalan uzoqda bo'lsa ham, musofirda bo'lsa ham seximizga yukni olib kelingandan seximizda yasalyapti, qanday yasalyapti, qay ahvolda qo'llanilyapti, nimalar qo'yilyapti, metal solinyaptimi, dorilar solinyapti, germetika surtilyapti, hammasini o'zlaringizga ko'rsatib borib o'tamiz. Ustonovka jarayonini mana shunday chiroyli qilib, polni obzorlarni qilib berib o'tamiz. Shuning uchun ham bittadan like bosib, bittadan obuna bo'lib qo'yasiz degan umidamiz. Kamtarona mehnatimizni yuqori baholagan holda azizlar, biz bilan qolasizlar degan umidamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' bo'lasizlar.